qo'y charvisi va mol go'shtidan qiymali shashlik qilishni ko'rsataman. Наливай, чайханчик, чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, на востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайков. Что за жизнь без чайков. Shunaqa zo'r jigarli shashlikni yaqin jigarliga yuborib qo'yamiz. Bugun sizlar bilan o'lmaydigan klassika tovuqli, lapshali sho'rva tayyorlaymiz. Tovuq go'shtini eng shirali joylarini qozonga solamiz, suv solamiz va qaynatishga qo'yamiz. Qizil sabzini qirg'ichdan o'tkazamiz, piyoz va bulg'or qarampirni mayda kubik shaklda to'g'rab olamiz. Ketma-ketlikda sabzavotlarni sariyog'da o'rta olovda qovurib olamiz. Sabzi va bulg'or qarampiri sariyog'da qovurilganda sho'rvamizga rang va juda ham mazali ta'm beradi. To'g'ralgan kartoshkalarni solamiz, ozroq qovurib olib qo'yamiz. Tovuqli sho'rvamizni ko'piklarini olib, o'rtacha 1,5 soat davomida past olovda qaynatamiz. Tuz va ziravorlar solib pishib bo'lgan tovuqlarni olamiz, sabzavotlarni solamiz va tovuqlarni kubik shaklda to'g'rab, qayta bulyonimizga solamiz. 20 minut qaynatamiz va lapshalarni solamiz va yana 10 daqiqa qaynatib, mehmonlarimizga tortiq qilamiz. Ko'katlar va qaynatilgan tuxum bilan bu sho'rvamiz ideal darajadagi mazaga yetib beradi. Taomimiz yoqqan bo'lsa like qo'yib, albatta tayyorlab berish kerak bo'lgan eng yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Bugun sizlar bilan nonushta uchun juda ham zo'r uslubda овсяную кашу tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib 300 gram miqdorida овсянка solamiz va 700 ml miqdorida qaynagan suv solib 10 daqiqaga yutib qo'yamiz. Yormalar yumshagandan so'ng yarim litr miqdorida sut, 150 gram shakar va ozroq tuz solamiz va qaynatamiz. O'rtacha 5-7 daqiqa davomida o'rta olovda qaynatib, tegini o'chirib 10 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Karamelli banan bilan bu kashi juda ham mazali bo'ladi. Buning uchun qizib turgan tovaga shakar solamiz va aralashtirmasdan karamel holiga keltirib olib, sariyog' solib va qaynoq qaymoq solamiz va yaxshilab aralashtirib, bananlarni solamiz va yana aralashtiramiz. Ko'rib turganingizdek, sizlar yaxshi ko'rgan juda ham zo'r usulda kashi ham tayyor bo'ldi. Albatta buni eng yaqin tayyorlab berish kerak bo'lganlarga jo'natib qo'ying. Karamelli banan va keshu yong'oqlar bilan bo'lsa, bu kashani ideal darajadagi mazaga keltirishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like'lar bilan qo'llab-quvvatlasangiz juda ham xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat.